Yaqin o'rtoqlar bilan So'qoq tomonga borib iftorlik qilish bizaga nech pulga tushdi. Birinchi o'rinda legenda Cobalt'imni olgan holatda birin-ketin og'aylarimni olishni boshladim. So'qoqga kiraverish yilida nechtadir choyxonalar boshlanadi. Biza eng oxiri Mehriddin Doda choyxonasiga kirdik. Ikki kirishimizning sababini sizlarga hozir aytaman. Birinchi sababi sharshara, miyaga haqiqatan ham toza kislorod beradigan joy. Ha, aytgancha bu yerda suv bilan xurmolarni tekin qilib qo'yibdi. Amallab joylashib olganimizdan keyin ikkinchi partiya yaqin o'rtoqlarimiz keldi. Ular bilan ko'rishgan holatda iftorlik vaqti yaqin bo'lib qoldi. Birinchisiga so'qoni yog'li patridan etdik. Ikkinchisiga ta'mi noyob bo'lgan so'qoq achishuvsidan etdik. Keyin esa do'stlar bilan iftorlik duosini qilgan holatda og'zimizni ochib oldik. Oshqozonimizni qiynamagan holatda birinchisiga so'qoq ko'k somsadan boshlab oldik. Oxirgi navbat har doimgidek shashligiga yetib keldi. Ayrimlarimizga jaz, ayrimlarimizga qiyma etdik. Mana endi videoning eng qiziqarli joyi hisobni to'lash. Hamma bir-biriga qaragan holatda amallab to'lovlarni qilib oldik. Yaqin o'rtoqlar bilan bizga so'qoqda iftorlik qilish taxminan shunchaga tushdi. Videoga bitta like bosib qo'yib, yaqin o'rtoqlaringizga yorib qo'ying.